Hech kim yo'q ekan, chiqing. Ibi. Abering. Qo'ling jurabmi? Davaqay. Masatulda sus yapaman. Tez sozlanib ketib qoladi. Kiramiz. Satil, jurub, nanam, Raftim. raftim. Nima deyapsiz? Vaftni bilasanmi? Ark 20 metr balandlikda qurilgan. Ark Buxoroning eng muhim binolaridan biri. Agar Buxoroni odamlar deb oladigan bo'lsak, Ark uning yuragi. Buncha aqllisiz, o'zimni tarix o'qituvchim. To'yimizdan keyin men sizni eng muhim qismingizga aylanaman. Ya'ni sizni arkiz bo'laman. Bitta muammo bor-da. Qanaqa? Sen nanamlar san tushlarmi keldi? Ibi, men Medonam? Ha, Ibi. Medonam. Bugun Oyjon tug'ilgan kunlari-ku, shunga tojikcha tabriklab, xursand qilmoqchiman. Biron gap o'rgating. nima demoqchisan? Ilon umringiz uzoq bo'lsin, sog'lom bo'ling, go'zal, chiroyli bo'lib yuring, shunaqa demoqchiman. Oyjonam. Zubonaton zahar barin. Ilohim aynan battar zahar shavat. Shumoyam odamo barin farbi shavet. Ha, shunaymi? Aziz! Yaftat pusat. Manmas? Mana bu Nasriddin afandi. O'zining davrida eng zo'r qiziqchilardan bo'lgan. Hammani kuldirgan. Medonam, siz ham zo'r hazillar qilsangiz kerak-a? Hozircha uyda Oyjon kulib tursinlar, o'zim borgandan keyin o'zim kulaman. Faqat nanam hazillarni tushunmaydilar-da. Mure, xotiningga dumingni likillatmay. Kerak emas. Kelimlo, biza Azjon bilan Ammajoniznikiga ketamiz. Siz bo'y pishiring, hamsiyalarga tarqating, keyin hovlilarga hazor sifan tutating. Qaymi? Xo'p. Mafna? Nimaga nanam simka qilding? Ammo hozir ularga bironta gaplariga tushungan bo'lsam, buni hozir qo'shnilarga ko'rsatib tarjima qildiraman-da, keyin ishlarni qilib qo'yaman-da. Mafna, bilasanmi? Bu Sitoray Mohxosa yozgi saroyi. Bu yerda Amir Olimxon taxtda o'tirgan. Turli xil pazandalar uchun ovqat taxlashgan. Sen ham ovqat taxlashni bilasanmi? Ibi, Medonamda men yil pazandasi ekanman o'zi. Buxorocha hamma ovqatni bilaman. Nima bo'ldi yana? Chidamayman boshqa, ketaman. Ozgina sabr qilgin, chidab turgin. Pulim yetmayapti. Yig'ib qo'yganim bor, uyalib ketamiz. Ibi, men Medonamda Toshkentda Bashkent turar joy majmuasida как раз o'qituvchilar uchun 10% boshlang'ich to'lov bilan uy xarid qilsa bo'ladi. Ohay, mebellarni nima qilamiz? Agar biz 1-apreldan Qurbon hayitigacha Bashkentdan uy xarid qilsak, boshlang'ich to'lov qancha to'lashimizdan qat'iy nazar yutuqli o'yinda ishtirok etamiz. 50 ta g'olib aniqlanadi. G'olib bo'lganlarni uyini to'liq jihozlab beradi. Mebellar deysizmi, maishiy texnika Hoffman, gilam, parda hammasi. Shu vaqt ichida 100% to'lov qilganlar uchun esa 20 ta avtoturargoh o'ynaladi. Tushunyapsizmi, dadish? Dadish dedingmi? Bo'ldi. Toshkentdan uy olamiz. Rostdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Naneton bo'yaverdi budan. Endi baxcheton. Medonam. Rahmat. Medonam, qo'shni qizga yagonam deb gapirarlarmi? Siz devonamisiz? Yagonam deganim yo'q. Medonam dedim. Medonam degani bilaman degani. Dadish, endi ham Bashkentga ketmasak bo'lmaydi. Nimaga? Men dadajon u kuni karta bilan narda o'ynashni bilasizmi? Kelin desalar, Medonam deyman. Kulmang. Men yagonam biladilar demoqchi edim. Yo'q, bilmayman.